2025-yil davomida O'zbekistonda 879.600 ta tug'ilish qayd etildi. Bu oxirgi 5 yillikdagi eng past ko'rsatkich. Xususan, tug'ilishlar soni 2024-yilga nisbatan 46.8 ming kishiga yoki 5% ga, 2023-yilga nisbatan esa 82.4 ming kishiga yoki 8.5% ga qisqardi. Sizda o'z-o'zidan bizda ham demografik muammolar boshlanyaptimi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Gap shundaki, 1990-yillar va 2000-yillarning boshidagi iqtisodiy qiyinchiliklar sababli O'zbekistonda tug'ilishlar keskin pasaygan edi. O'sha davrda tug'ilgan avlod hozir farzandli bo'lish yoshiga kirib kelyapti. Ularning soni oldingi avlodlarga nisbatan kamroq bo'lgani uchun tug'ilishlar ham tabiiy ravishda qisqarayotgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, tug'ilishlar sonining qisqarayotganiga urbanizatsiyalashuv darajasining kengayishi ham ta'sir qiladi. Shahar oilalarida bolalar soni an'anaviy ravishda kamroq bo'ladi. Sababi oddiy uy-joy qimmat, ta'lim va sog'liqni saqlash xarajatlari ham yuqori. Shuningdek, ayollar o'rtasida oliy ta'limga qamrab olinganlik darajasining oshib borishi hamda ularning mehnat bozoridagi ishtiroki ham ortib borishi sabab bo'lyapti. Bu esa kechroq oila qurish yoki farzandlar sonining rejalashtirish tendensiyasini kuchaytiradi.